Bu videoda sizlar bilan investitsiya kalkulyatorini gaplashib o'tamiz. Akinda platformasini ichida bemalol investitsiyalaringiz, tradingingizni, hisob-kitobini qilishingiz mumkin bo'ladi. Va bemalol agar bu yerdagi til sizga to'g'ri kelmasa, tepada ingliz tili, rus tili va o'zbek tillarini bemalol tanlashligingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, o'zingizga qulay tilni belgilab olishingiz mumkin. Bu yerda mana boshlang'ich summamiz $10,000 bilan boshlanganda va har oy $500 kiritilganda va yiliga 20% yoki 30% natija qiladigan bo'lsak, men 25% ni belgilayman. Chunki bozor, investitsiya bozori 25% agarda aktivniy portfelingizni qarab turadigan bo'lsangiz, 25% yillik natijani qilishligingiz mumkin. Hozirgi paytda ko'p bizneslar 10% dan boshlab 20-25% gacha beradi maksimumi. O'rtacha passiv investitsiyalar bo'lsa shu 10-15% holatda sizga dollarda investitsiyangizni yillik daromadini berishi mumkin. 20 yilda qancha natija bo'ladi? Mana ko'rishligimiz mumkin. Atigi $10,000 bilan boshlangan investitsiya 20 yil davomida 25% da 4 milliondan oshiq, $4,5 million ga yaqin bo'ladi. Keling, mayli, buni 20% qilamiz. Ya'ni juda katta yil davomida o'rtacha 20% beradigan bo'lsa. Va mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, atigi 5% o'zgarishligi buni mana $2 million ga tushirdi. Lekin mayli, atigi $10,000 bilan boshlangan investitsiya 20 yil davomida sizga $2 million olib keladi. Bu bo'lsa, siz bor yo'g'i umumiy holatda oldingizdan pul tikkaningiz $130,000 bo'ladi. Sizni foydangiz $2 million ga yaqin, mana ko'rib turganingizdek. Va mana bu yerda yillar davomida qanaqa o'sib borishini kalkulyatsiyasini bemalol ko'rib olishligingiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, $10,000 20 yilda shunaqa natija ko'rsatdi. $10,000 ga uy sotib ola olmaysiz, lekin uy sotib olganingizda 20 yilning ichida uni narxi $2 million ga chiqib ketishlik ehtimoli unchalik baland emas. Lekin kapital bozorda yillik 20% natija bu albatta ya'ni erishsa bo'ladigan yutuq hisoblanadi. Keling shu yerda $50,000 qilamiz, ya'ni o'rtacha eng kichkina bitta xonadon yoki qanaqadir bitta uyni sotib oladigan bo'lgan taqdirimizda ham 20 yilda qanaqa natija bo'lishini ko'rishimiz mumkin. O'sha $50,000 ga qanaqadir uy yoki qanaqadir bir ko'chmas mulk sotib olsangiz, 20 yilda tasavvur qilyapsizmi? Shunaqa darajada o'sarmidi? Xo'p, mayli, o'sha joyga $500 dan mana investitsiya kiritib borgansiz, 20 yil davomida $170,000 pul tikasiz. Lekin sizga $4 million dan oshiq pul olib keladi. Mana buni $10,000 dan boshlayotganlar juda ko'p. Kichkina summada boshlaydiganlar ko'p. Agarda farzandingiz kelajagi uchun mana shu summani 1-2 yil ichida to'plab, o'zingizni investitsion kapitalingizni ichiga solib qo'yadigan bo'lsangiz, agar farzandingiz hali tug'ilmagan bo'lsa yoki tug'ilgan bo'lsa ham, tasavvur qiling, tug'ilmagan bo'lsa, hali 20 yoshga yetgunicha siz 2 million bera olasiz. Agar farzandingiz bo'lsa, o'sha voyaga yetmagan bo'lsa, lekin kichkina yoshda bo'lsa, tasavvur qiling, 5 yoshda, ya'ni 15 yildan keyin yoshi 20 ga yetganda, mana deyarli 1 millionga yaqin summa bo'lishi ham mumkin ekan. Ya'ni qancha uzoq biz investitsiya qilsak, shuncha murakkab foiz orqali bizni daromadimiz oshib boraveradi. Murakkab foiz mana shunaqa narsa. Mana bu yerda yilma-yil qanaqa siz pul tikkanlaringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va qanchalik o'sib boryapti o'sha summada, mana aynan yashilda berib qo'yganmiz, ko'rsatib qo'yilgan. Mana shu joyda bemalol o'zingizni investitsiya kalkulyatoringizni aniqlab olishligingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 5,000 bilan boshlayapsiz, 10,000 bilan, 50,000, $100,000 bilan boshlayapsiz va oyiga qanaqa kontributsiya qila olasiz? $500 yoki undan kam. Lekin 20 yil davomida qarab turganingizdek $100,000 tikasiz atiga umumiy va foydangiz $653,000. Bu passiv bo'lgan holatda har kuni ishga bor, yugur, bunga qaramas. Telefoningizda Akinda platformasi ham yordam beradi. Sizga mana shu investitsiya portfolioyingizni kuzatib borasiz, halol aksiyalar bilan ishlaysiz va
Xudo xohlasa mana shunday natijalarga chiqishligingiz mumkin bo'ladi. Bu o'zingizni ideyalaringiz, yaxshi niyatlaringiz, kelajakdagi orzularingizni bitta hisob-kitob qilib ko'rish uchun juda yaxshi kalkulyator hisoblanadi, murakkab foizni o'z ichiga olgan holatda. Shuning uchun tavsiya beraman, vaqti-vaqtida mana shu joyga kirib kalkulyatsiya qilib turing, kelajakdagi maqsadlaringizni unutib qo'ymasligingiz uchun. Bu videoda aynan mana shu investitsiya kalkulyatori to'g'risida gapirib, tushuntirib bermoqchi edim. O'ylaymanki, sizlarga bergan misollarim qiziqarli bo'ldi va o'zingiz ham sinab ko'rasiz. Albatta, videodan keyin Akinda platformasini tanlaganinglar uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda albatta boshqa bo'limlarni ham tushuntirib o'tgan bo'laman. Hammanglarga kattakon rahmat.